Aka, bitta tanishimdan bitta sizni so'rab ko'raymi? Shunaqa odam taniysanmi deb juda ko'p janglar ko'radi. Aka, bitta so'rab ko'raman. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ilhom aka, yaxshimisiz? Aka, anaqa MMA'lar ko'rib turasiz siz ham? Hali UFC'lar bor-ku. Haligindaqa chata kletka deydimi? Setka deydimi? Shunaqaning ichida hali urushadi-yu, shunaqachilar bitta akani tanimayapman. Siz tanimaysizmi mabodo? Kim? Ismingiz nima edi aka? Shohasan. Qamingiz nima? Mirzamatov. Shohasan Mirzamatov degani bor ekan. Shohasan Mirzamatov? Ha. Kletkada urushar ekanmi? Ha, nima deganda urushar ekan? MMA. Oktagonda chiqaman deyapti. Ali aka emas, mana. Matematikga o'tdi-yu. Bosh harfida adashdingiz menimcha. Ha, u bola futbol o'ynasa kerak, u bola. Yo, bitta nima yo'qdi biladi aka. Google bu aka, Google. Hozir sanab kelibmi? Yo. Anaqa Shohasan Shohasan Mirzamatov degan aka. Shohasan Mirzamatov. Ha, Oktagon liga. Ata yekkani o'rtaga pasib ketdi, aka. Yo, prodyuser emas ekan. Trenermisiz aka, o'zi urishmasangiz ham. Yo, unaqa ham emasman deyapti-da aka hozir.